Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hurmatli bog'bonlar. Mana bugun biz Osiyob'bo'yi bog'imizdan iyul oyining 26 sanasida Amerika uzumi bo'lgan Dubrovskiy rozani tasvirga olishga harakat qilamiz. Bu uzumni sizlarga bugun ko'rsatishdan maqsad mana bu yerdan payvand bo'lgan bu. Mana ko'k ulangan o'sin uzumga kuchli o'sadi. Bargi qalin, o'ta mehnatkash uzum. Mehnatkash shundaki, mana bu birinchi hosili. Buni uydan xaridorlar olib ketishdi. Bahosini biron bir baho qo'ymadik. O'zlari 35 mingdan naqd pul to'lab olib ketishdi. Bugun bozorga soldik bu uzumimizni. Nechik bozor qiymati qanday belgilaydi? Shu maqsadda bugun bozorga olib bordik. Bugun buni biz biron bir baho qo'yishdan to'g'risi o'zimizni tiydik. Xaridorlarning o'zlari aynan shu bahodan 35 ming so'mdan har bir kilosini olib ketishdi. Demak, bu uzum bozorbop uzumligini aytmoqchimiz. Bozorbop. Mana donlari yirik, qarsildoq po'stlog'i o'ta shirin uzum. Endi sizlarga mehnatkashlikni ko'rsatmoqchiman. Mana ikkinchi hosili. Mana ikkinchi hosili. Mana bu uchinchi hosili. Gavjum. Boshlari tom bilon, Xorazm shevasida aytgan bo'lsak, juda mehnatkash. Qarang. Nafaqat birinchi mevasini pishirishga intilgan bu. Ikkinchisini, balki mana uchinchilarini mana kuyib tashlagan. Qarang. Demak, qani vaqt bo'lsa, demak parni qilsa buni, demak yil bo'yi davomida hosil olish mumkin degan bir xulosa keladi. Hurmatli kuzatuvchilar. Tavsiyamiz shuki, biron bir video chiqarishdan maqsad kimgadir, qaysidir bog'bonga bog' qilaman degan akalarimiz bor, qiziga deganlar bor. Tavsiya qilamiz shu uzumni. Bugun Xorazmning jahon bozori sanalgan Xazarisutda odamlarning o'zlari bir pasda 35 mingdan kilosini olib ketishdi. Biz baho qo'ymadik. Tag'in yana so'rashdi olib kelishlarimizni. Qarang. Mana. Qarang. Odamni, xaridorni o'ziga jalb qiladi. Qarang. Mehnatkash uzum. O'zining go'zalligini mevalari bilan, bir narsa boshqa mevalari bilan namoyon qilib turibdi. Qarang. Mana. Tavsiya qilamiz shuni. Mana. Hamkorlik qilishga tayyormiz. Nafimiz tegsa xursand bo'lamiz. Payvand qilishda yordam beramiz. Biron bir maqsadni oldimizga qo'ymaymiz. Odamlarimizning ko'ngli to'lsa, mushkul oson bog' qilish orzularini yozsa, o'zimizni nima deymiz? Baxtiyor his qilamiz. Xursand qilamiz o'zimizni. Xursand his qilamiz. Tayyormiz yordam berishga. Bahorda ko'klashda xizmatlarimizni ayamaymiz. Tavsiya qilamiz, hurmatli birodarlar, akalar, ukalar. Mana shu uzumni qarang. Endi men bu yil hamisha aytib kelganman, bunga hech qanday o'g'it solmadik, faqat organik o'g'it, go'ng bilan. Agar mineral o'g'it solganimizda
bu yerim boshqacha bo'lishi mumkin edi. Mana qarang. Har bir narsani ana bu yoqda shoxona uzumlarimiz. Ana minatkash ham mana qarang. Shoxona uzumimiz. Bu yoqda qovunlarimiz ana yastanib yotibdi. Demak, har bir narsani alohida qarasa, mehnatini qilsa bo'ladi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Tavsiyamiz, maqsadimiz shulardan iborat. Sog' omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib aylasin.